Bugun obunachilar mashinaning eshagidan ham sotib beraman. Changan Forte, Changan avtosalonda turibdi. Narxini oldindan aytamiz. Narxi 295 ming so'm. Mashinamiz holati ideal, Mazda, short spravkada. To'lov qilasiz, o'qishib ketadi. Mashinamizga kelsak, salon holatlari siklopodiyomlik, oynalar elektronik chiqadi. Elektrosvit rul, maytafon, konditsioner, ABS tormoz sistema, 5 talik korobka, motori 2 litrlik, 144 ot kuchi, 3 kishi bemalol ketadi. Buni eng qiziq joyini aytsam, spalnisi ham ichida. Mashinamizni bort uzunligi kelsa 340 ga 186. Qishda zapravkali yopib bo'lgan vaqtda benzinchani so'rab benzinni ham ketaveradi. Balonlar kattaligi 15 razmeri, rama holatlarini ko'rishingiz mumkin. Isuzu'niki bilan baravar yotibdi. Standartda 1 tonna 800, o'zbekchalik 3 tonnagacha kortas, spokойно oladi. Mana 100 talik temir balon. Sizga men adresini tushuntiradigan bo'lsak, Changan avtosalon, Sadur avtosalon, yo'l bo'yida joylashgan. Hormang, brat.